Assalomu alaykum hammalarga. Yaxshimisizlar, tuzumsizlar, charchaymsizlar? Mana Apollon Gaming yonimda. Hozirgi kunda mashinniklik ko'payib ketyapti siz nomiga 2 og'iz. Barchaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Tak, o'rtoqlar, meni nomimdan bitta mashinnik chiqqan, meni nomimdan o'rtada garant bo'lib berish anaqasi Xizmatlarim, UC sotish, akkaunt sotib olish, sotib berish. Shunaqa qilib ko'pchilikni o'zi chopib uspid qildida. $200 dan $1,5-2,000 akkauntlarni chopib tashladi o'sha. Просто nima demoqchiman? Gap faqat o'zimni nomimni oqlash emas, o'rtoqlar. Yana qolganlar ham aldanib qolmasligi uchun qo'ldan kelgancha maksimal darajada mana shu anaqani videoni tarqatib yuboringlar, o'rtoqlar. Men hech qachon garant bo'lib bermayman. UC servisim ham yo'q, akkaunt savdo kanalim ham yo'q. Menda faqat o'zimning kontentim, o'rtoqlar. Shu maksimalni tarqatib yuboringlar, bo'ldi. Aldanib qolishmasin. Apollon вообще unaqa narsalar bilan shug'ullanmaydi.